Hi dears, welcome to my lesson. Today we are going to learn stative verbs. Demak, bugungi mavzumiz stative verb, ya'ni holat fe'llari. Eng avvalo holat fe'llari nimaligiga izoh berishimiz kerak. Holat fe'llari aytyapti, stative verbs describe states rather than actions deyapti. Demak, holat fe'llari ish harakatdan ko'ra holatni ifodalab keluvchi, tasvirlab keluvchi fe'llar hisoblanadi. Bu fe'llarimiz insonning ichki dunyosini ko'rsatadi. Xohishimizni yoki qanaqadir his-tuyg'ularimizni, o'y-fikrlarimizni ifodalab keluvchi fe'llar hisoblanadi. Bu holat fe'llaridan bir necha turga bo'linadi, ya'ni emotions, emotsiyamizni bildiruvchi, ya'ni love, hate, want, like va boshqalar kiradi. Thoughts, ya'ni o'y-fikr, mental, aqlga oid bo'lgan fe'llar mavjud. Bularga understand, know, believe, remember va boshqalar kiradi. Keyingi fe'l turimizda possessions, ya'ni egalik ma'nosini bildiruvchi stative verblar bor. Bularga have, own, belong kabi fe'llar kiradi. Next one is sense, hissiyotlar. Bu qanday? Tana a'zolarimiz bilan his qiladiganlar, see, hear, smell and boshqalar kiradi. Demak, mana shu holat fe'llarimiz eng asosiy xususiyati shundaki, holat fe'llarimizni hech qachon biz continuous zamonlarida ishlatmaymiz. Faqatgina simple zamonlarida ishlatamiz. Lekin degan joyi bor, ba'zi bir holat fe'llarimizni biz continuous zamonlarda ishlata olamiz. Ishlatganimizda ham ularning ma'nosi boshqacha tarzda namoyon bo'ladi. Bu turlarini darsimizni oxirrog'ida ko'rib o'tamiz. Demak, holat fe'llariga misol qilib olaylik. Aynan nima uchun davomiy zamonlarda, ya'ni continuous zamonlarda ishlatilmaydi-yu, simple zamonlarida ishlatiladi. Ya'ni bunda want so'zini olaylik. Want, xohlamoq degani. Xo'sh, mana shu so'z bilan gap hosil qilsak, o'zbek tilida biz davomiy zamonga qo'yib gap tuza olamiz. Ya'ni uyga ketishni xohlayapman, misol uchun kitob o'qishni xohlayapman. Hozirgi zamonni, ya'ni davomiy zamonni bildiryapti, yapti degan qo'shimcha bilan. Lekin aynan siz hozirda nutqiz davomida biror bir narsani xohlayotganingizni aytayotgan bo'lsangiz ham, ingliz tilida tarjima qilayotganingizda present simple zamoniga qo'yib tarjima qilishingiz kerak. Misol uchun, uyga ketishni xohlayapman degan gapni I am wanting to go home deyish bu xato. Ya'ni continuous zamonda aytish. Bu gapni alternativ variant, ya'ni muqobil to'g'ri varianti I want to go home deb aytish kerak. Ya'ni present simple da aytishimiz kerak. Shu narsa esingizdan chiqmasin. Mana bu keyingi videomizda ekraningizda ko'rinib turibdi. Bu yerda ba'zi bir ko'p uchraydigan holat fe'llarini ro'yxatini berib qo'yganman. Bularni albatta yodlab oling. Chunki siz kim bilandir muloqotga kirishganingizda yoki yozma nutqlaringizda albatta shu stative verb va action verblarga juda ham e'tiborli, ehtiyotkor bo'lishingiz kerak. Bu o'sha holat fe'llarimizning davomi hisoblanadi. Endi darsimizni boshida aytganimdek, ba'zi bir fe'llarimiz, stative verblar continuous zamonda ham ishlatiladi dedim. Demak, shuni ko'rib ketamiz. Be fe'liga qarang. Be fe'li simple zamonda, ya'ni holat fe'li bo'lganda sizni doimgi xarakteringiz aytiladi. For example, she is polite, she is friendly. Ayni damda emas, balki har doim, kecha ham shunday edi, erta ham bo'ladi, aytaylik, bir qancha vaqt oldin ham shunday edi. Ya'ni uni xarakteri, xususiyati shu ma'noni bildiradi. Continuous zamonda bo'lganda esa ayni damda shu xususiyat xarakterga ega degan ma'noni bildiradi. Misol uchun, she is being rude deyiladi. Rude. Demak, u qo'pol
degan ma'noni anglatadi. Bu mazmun qachon bo'ladi? Aytaylik, she deyilyapti, u aslida juda ham xushmuomala, polite. Lekin shunday vaziyat to'g'ri kelib qoldi hozirda. Ishkalli vaziyat bo'ldi, qanaqadir muammo bo'ldi va o'sha holatda u juda qo'pol bo'ldi. Demak, o'sha vaziyatda qo'pol bo'ldi. Bosilgandan so'ng hammasi oldingi holatiga qaytadi degan ma'noni anglatadi. Ikkinchi fe'limiz have. Have simple zamonida biror bir narsaga egalik qilishni bildiradi. Own to something. For example, I have a pen, I have a book, I have 3 brothers kabi biror bir narsaga egalik qilish yoki qarindoshliklarni aytganda ishlatiladi. Continue zamondachi a part of expressions, ya'ni continue zamonda ishlatiladigan iboralar mavjud. Mana shular bilan aynan have ham continuous ham simple zamonda keladi. Ya'ni bular have a shower, have a bath, have a dinner, have a lunch, have a breakfast, have a chat and etc. lar kiradi. Bunda qabul qilmoq ma'nosida yuradi ko'pisi. Misol uchun have a shower, dush qabul qilmoq degani. Men hozir dush qabul qilyapman deb aytsangiz, I am having a shower right now. Hozir qabul qilyapman degani. Next one is see fe'limiz. Demak, simple zamonda, ya'ni stative verb bo'lganida aynan ko'rish, ko'zlarimiz bilan ko'rish ma'nosini bildiradi va ikkinchi ma'nosi understand so'ziga teng, ya'ni tushunmoq degani. You see degan gapni so'roq ohangida aytilsa, tushundingizmi degan mazmun yuradi. Shu savolga javoban I see desangiz ham men tushundim degan ma'noni bildiradi. Yoki biror bir narsani tushunyapsanmi desa, did you understand this topic deb sizga savol bersa, I see deb qo'ysangiz ham men tushundim degan ma'noni bildiradi. Ya'ni understand o'rnida see ishlatilishi mumkin va shu holatda holat fe'li hisoblanadi. Continue zamonda ishlatilganda action bo'ladi. Ya'ni bunda meet with somebody, kim bilandir uchrashish, ko'rishish ma'nosini bildiradi. Ya'ni see continue zamonlarda kelganda ko'rishmoq, uchrashmoq ma'nosini bildiradi. I am seeing with Barbara today afternoon. Men bugun Barbara bilan obeddan keyin ko'rishaman. Ko'rishmoq ma'nosini bildiradi. Keyingilar esa taste, shuning ichiga smell, feel, look kabilar ham kiradi. Ya'ni bular simple zamon, ya'ni stative verb bo'lganda has a certain taste. Taste ga nisbatan ta'mi shunaqa deymizki, biror bir ovqatni, shirinlikni yo nimadirni ta'mi deb aytganimizda mana shu ma'noda taste so'zi ishlatiladi. It tastes delicious. U juda shirin degan ma'noni bildiradi. Continue zamonda esa tatib ko'rmang, ya'ni aytadi the action of tasting, tatib ko'rish. I am tasting this soup. Bu sho'rvani tatib ko'ryapman degan ma'noni bildiradi. Think so'zimiz simple zamonda, ya'ni stative verb bo'lganda have an opinion, fikrga ega bo'lish, fikrim bor shu haqida deymiz. Haqida fikr degan ma'noni bildiradi. Buni formulasi bor, ya'ni subject, think, yana subject, verb va object keladi. Ya'ni ikkita gapdan iborat. Fikrimcha o'ylaymanki shu haqida narsa bo'ladi deymiz. Masalan, I think today will be hot. O'ylaymanki bugun issiq bo'ladi deymiz. Continue zamonda esa consider having it in my head. Demak, diqqatni jamlash yoki miyamda shu narsa bor haqida o'ylamoq degan ma'noni bildiradi. Continue zamonda think about bo'lib keladi. Ya'ni subject to be thinking about verb ing keladi yoki object boshqa otlar keladi. Misol uchun, I am thinking about my travel to London. Londonga bo'ladigan sayohatimni o'ylayapman degan ma'noni anglatadi. Bu holat fe'llarini, mustasno holatlarni albatta yozib, yodlab oling. Bu sizga albatta foydasi tegadi. I think today's our lesson was beneficial for you. Bye. Thank you for watching.